Barchaga salom alaykum do'stlar, sizlar bilan birgalikda Kinglog kanali. Bugungi videomizda sizlarga tekinga MakerBot ochishni o'rgataman. Uning uchun Telegram qidiruviga kiramiz va MakerBot deb qidirib olamiz. Va mana do'stlar, mana shu bot va unga kiramiz. Va do'stlar, kirganimizdan keyin boshlashni bosamiz. Start va kanallarga a'zo bo'lishni so'raydi. Men kanallarga a'zo bo'lganman. Botlarni boshqarish, yangi bot ochish. People bo'limida mana Smile, Nickbot, Spambot, Join, Certificate, Conspec, Azobot, Zipgrade, Chromebot, ajoyib bot, shunga o'xshagan botlar, yangi botlar ochish. Bizga kerak bo'lim ajoyib maxsus degan bo'limda eng pastida bo'ladi. Xohlagancha bu yerda 10-15 tadan ortiq botlar yaratsa bo'ladi. MakerBot mana. Va bot vaziriga kiring va bizda mana shu bot bor va botga qaytib olamiz. Va qaytib olganimizdan keyin shu yerga IP token joylaymiz. Tayyorlanmoqda va bizning botimiz mana do'stlar, bizning botimiz tayyor. Mana bot tayyor. MakerBotga o'tish. Endi MakerBotdan ochgan botimizni sinab ko'ramiz. Start mana ishlayapti. Endi botlarni boshqarish, bot qo'shish. Biz People bot ochib ko'ramiz. Masalan, Sombot. Mana do'stlar, ko'rganingizdek juda ham zo'r, ya'ni MakerBotdan MakerBot ochib, undan yana MakerBot ochyapmiz. Ya'ni Sombot. Hozir aytgancha do'stlar, biza People bo'limidagi biriktasini qo'shmagan ekanmiz, ya'ni bizning asosiy botimizda, lekin bu bor biz guruhchi bot ochib ko'ramiz. Masalan, Postpone Pro bosamiz. Mana do'stlar, biz bu botlar hali ishlamadi, lekin bu yerda ya'ni Nickbot ochib ko'ramiz. Hozir xatolik ketdi, to'g'rilab. Do'stlar, hali bizning MakerBotimizda ochilgan MakerBotda faqatgina Smile Games degan bot bor ekan. Hozir uni sizlarga ko'rsataman. Tanlamoqda. Endi esa unga kiramiz. Start. Mana do'stlar, nimaga MakerBotdan MakerBot ochmayotgani sabab, chunki hali yaxshi webhook qilinmagan, ya'ni serverga ulanmayapti. Biz uni to'g'irlab qo'yamiz. Xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Bot manzil opsiyoni va kommentariyalarda bo'ladi yoki bizning kanalimizni topishingiz mumkin. Xullas, hammaga xayr.